Assalamu alaikum, hürmetlik, aziz ko'rurman qarindoshlar. Bugün biz Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyatining uzun yillardan beri hatta yani vaqtni deb kelsak 2007'den tortib biz endi asosliqi boshda boshlang'ich bo'lgan bo'lsa uy suhbatlaridan 2010 kelgan vaqtida rasmiy ta'lim tarbiya onundan boshqa nurg'un har xil faaliyetler, ijtimoiy faaliyetler olsun ve siyasi faaliyetler olsun xalqimizningki ehtiyojidan chiqish uchun har xil faaliyetlarni ilib ta bugungacha kelgan bo'ldik. Bugun biz hurmatli aziz qarindoshlarga eslemelerimizden hani bu yıl ötken sıra nurg'un narsalarni unutilib qoldi ekanmiz, nurg'un ishlar beshimizdan o'tdi ekan. Bu bir tarix. Onun için bir esleme olsun, nima ishlar bo'ldi, qaysi ishlarni qilgan bo'ldik degan bu asosda bir ozgina bir qismni to'g'risida bir suhbatlashaylik deb bugun Abdurahmon Qarim bilan bu so'rinda o'tirdik. Bugungi suhbatimiz asosliq shu 2010'dan tortib jamiyatimizningki xizmatlardan asosiy xizmat bo'lgan bir ta'lim tarbiya ishlari. Bu qachon boshlandi? Başlangan vaqt qanday boshlandi? Nima ishlarni qildik? To'g'risida bir ozroq qisqacha bir suhbat bo'lsin deb o'tirdik. Qani Abdurahmon Qarim bugun shu ta'lim tarbiya ishlari qanday boshlangan? Qaysi shaklda boshladik? Bu to'g'risida bir shu vaqtda ham Abdurahmon Qarim o'zlari shu ta'lim tarbiyaning asli boshlagan shaxslarningki birisi bilan suhbatlanan bu to'g'risida bir eslamalardan so'zlab bergan bo'lsizlar. Rahmat. Aldı bilan ko'rilmen qarindoshlarımızga o'tliq salom yollayman. Biz ta'lim tarbiya ishlari Gollandiyaga kelib qarasak, vatandoshlar hali obdan borkan, bolalarni hali borkan. Bizningki bu ta'lim tarbiya xizmati birinchi boshlangan kuni şu 2010 yılı 9.20 günüge to'g'ri keladi deb qarayman. Xavdada başlandı. Xavdada qarasak shu yerda bir 8 aile barken onunki ata-analari bilan ko'rishib, hozirmi ular bor. O bolalar bek cho'ng bitib hozir shunda bizning egiz turdamda. Shu bolalarni agar to'g'ri ko'rsanglar, aşağıda bir Araplarning bir yerini ariyat elib, ular bilan ko'rishib, hal qilgandan keyin ular bilan ata-analar ma'qul degan bo'ldi. Qo'shildi, nihoyatda xush bo'ldi. Aşağıda biz ta'lim tarbiyani aşağıda başladık hem de 2019 ayda aşağıda başladık. Birinci sınıf aşağıda kurulgan bo'ldi. Bu yerda hali uzoqcha davom qilib, ondan keyin boshqa yerdagi Gollandiyaning ichidagi boshqa vatandoshlarning bizning bolalarimizni o'qitish imkoni yo'qmi degandan keyin hamma yerga vaqtida hozirgidek unda sharoitlar yo'q. Endi hozir boshqacharoq bo'ldi-da. Bu vaqtlarda odamlarni tunimaydik, mayli turk bo'lsin, arab bo'lsin, boshqalar bilan aloqamiz o qadar ko'p emasdi. Ondan keyin qarab bu qanday qilsak ular deb shu vaqtda lekin bir Skype'da dars qildi deb shu yoshda 8 yoshdan yuqori bolalar bo'lib qolsa şu Skype'ga o'rinlashtirib shu vaqtida 12 muallim bilan bir dars boshlagan bo'ldik. Bu hali obdan bir mezgil davom qildi. Davom qilgandan keyin biz endi yerimiz bo'lmasa o bolalarni Skype'da o'qitgan bilanmi, yerimiz bo'lmasa bolalarni birga kelib rasmiy
oturup kupap birini tunuşturup maksat hem de onu ügütüp koyuşlam emas da hem de ta'lim terbiyenin ki bizning bu maksat bir tarafdan nima o'rgatgan bo'lsak, til o'rgatgan bo'lsak, yana bir tarafdan dinni o'rgatish lozim. Ondan keyin yana Qur'on savodan chiqarish kerak. Bo'lmasa bolalar tilni o'rgangan bilan yetmaydi endi. Ham undan qaytib bolalar bilan bir-birini tunishtirish, do'st qilish, bir yerga yashash, Uyg'urlar qanday yashaydi degandek bu nurg'un narsalarni rasmiy amaliy shaklda o'rgatish lozim. Onun için Skype'da yoki xalqning boshqa yerlarda rahat harakat qilib bo'lmaydiganligi uchun biz shu barq vaqtga 2013-yilga u ya'ni kiralagan bo'ldik. Kiralagandan keyin texmo ishlar texmo yaxshi bo'ldi. Ba'zan 20 lik masalan 12 yoshdan cho'ng 18 yoshdan kichik bolalarni kelib 20'den artık balını 2-20 yıl etrafında davamlaştı. Öyle yetip cuma günlüğü kiretti. Ekşemi günlüğü keşte biz istasyonga apırıp koyattık. Hatta Abtuzlu'nu elip diyendek şunu tuşup hatta karandaşlar şu yarış başarık çalışsan mağlup cemiyetin ki şu vaktideki yönetim yani idare et yani şembi günlüğü olsa üyde turmay şu merkezde şu balını tuşuş, balığa tamık etiş, balığa qaraş, növbetçilerini turup diyendek aşında ciddi hizmetler şununda yaxşı davamlaşkan oldu. Davamlaşkan olup onun sırtı başka hizmetler mi dep davamlaştı. Şunda davamlaşıp bu hizmet şu üzüldürmesden kiliglik onun başka yana Araplarni kelip merkezge gelip tövelep sizin için bizning bolalarimiz musulmon, sizlar musulmon bo'lgan ekan bizning bolalarimizni o'qitmamizlar. Yevropada u bu yig'lab turgandan keyin turklarning bolalarini elish majbur qoldik. Endi qaytuvsak bo'lmaydi endi. Shunga o'g'li bilan degandek markaz hamda to'liq to'ldi. Hatto saqlash listida turgan o'quvchilarimiz xilajib botdi. 20-30 adam saqlaydi hamda. Şunda taraqqi qilib shunda yaxshi darslar obdan bo'ldi. Shunda davom qilib hech üzülüp qolmadi. Üzülüp qolmay nala 2019-2018'e kadar bu şu şekilde davomlashib keldi. Jamiyatning boshqa xizmatlari xuddi qanday davomlashtirgan bo'lsa, ta'lim tarbiya xizmati shunda izchil davomlashib kelgan bo'ldi endi. Ama şu ta'lim tarbiyaninki tunji boshlanishdan shu havdada boshlanganlik to'g'risidan dilla to'g'ri shunday bo'ldi endi. Shu yerda meniki yana bir alayda qo'shib qo'ydigan meni esim kelgan bir masalamda. Shu vaqtida sizlar uzoqda turdilarmi Diribarxandan uzoq Lirisumga yerda. Shuna. Aşağıya hem de şu haftada aşağı müşahedin berip gelip dersi üretken şu vakitten alaydı bir yerden koşup koyduğum bir mesele mi şu kırımdaşlarımız mı? Belki küçük kalan tanımlar mı? Şunu kadar Mahmudcan alaydı şu maşını apırıp ekilip aşağı saklap durup kılgan. Hatta bazen şu qishdalıqı berib kelgüçe vaqtida soğuk hazırlıqda kemesden de vaqtida pek katı soğuk oldu yani. Qa yığıp muzlab kitip yolladı vallahi. Teknik kitip, maşin teknik kitip jıq aşında işler bolgan. Şunda bolsumı to'xtab qo'ymay şu darslar davomlashgan ten. Şunun hamda hozir qarasak birdamda 10 yil bo'libdi. Yani şu vaqtdagi şu 7-8 yoshlik bolalar hozir demak 15-20 yoshga kirib degan gap endi. Hamda şu vaqtida agar şu bolalarga kichikkan bo'lsa bir ilm silingan bo'lsa, bir urug' silingan bo'lsa, hamda balkim uning darhol ta'sirlab ketib, darhol natija chiqib ketmasligi mumkin. Ammo u silingan urug' cho'qim bir kuni onunki ta'siri ortaya çıkılır.
Müşahede bir ketip koyğum geldi. Şu müşahede okuyan balla hazır bazı yerlerde pişirtip kalıp he. Pişirtip kalıp şu ben akıtın körümü bu çimdiği dep ne kılsam camiler kirip namaz okulu kirdiğal ballarını kördüm şu vaxtdaki okuyan ballardan. Onun için asla berip tunamdı oval tunmam dep hem de berip körünüp baktım da hem de da basam zade şu vaxtda kanda hürmet kılıp şu vaxtda kanda yakın ötken bolsak aşağı hazır körüşüp kalsakmı şu balın ayeti yaxşı muamilde hem bir namazlarını joyida o'qib o'zining xizmatlarini joyida qilib kelayotganligini ko'rdim. Shuni bilan birga shu jamiyatning hay'at a'zolari va uning hay'atdan sirtki yaqin shu ta'lim tarbiyaga kuch bergan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, hech unutmayman. Shu muallimlarni uydan oladi aytganda mesela qancha muallim bo'lsa mesela Abdurrahimjon shu vaqtda muallimlik qiladi. Ondan sonra sırada başka muallimlerimiz bordi. Shu uylarimizga berib, mana shuni jumladan uylarimizga berib, balla apirib bir tarafdan bizni olib kelsa, yana bir tarafdan ballarni olib keladida mashinalarni. Darlıqı Ahmetjallah mesela Abduzun Neydişi, hatta şu etraftaki şu oturuq etraftaki oturganlarning hammasi shunda shu mashinalarni ishga silib, shunda yaxshi ishlar bo'lgan endi. Demek bu yerda bir ders chiqadi ekan hamda. Biz vaqtimizni hech bakaya o'tkazmay nəhayət ciddi holatda bu o'zimizniki millatning xizmatini qilishimizniki muhimlik ham. Shu ishni shu qilinmagan bo'lsa-mu shu vaqt o'tadi. Shu qilganlarning vaqtini o'tdi, qilmaganlarning o'tdi. Ammo qilinmagan bo'lsa shu ish qilinmaydi. Hozir inshaalloh bu ishninki natijasini chuqur bu dunyoda ko'ramiz. Eng muhim bo'lgani inshaalloh uning ajrini, savobini qiyomat kuni Allohning oldida olamiz hamda. İnşallah. Bu bak muhim. Ama şu onunla keyin ham shu Skype'da mı nurg'un nimalar bo'lganda shu vaqtda Skype'da gruplar qurilib shu vaqtda qanchalik bolalar o'qiganda uni eslab bormi? Shu vaqtda bir qatim misol olsam 92 bola ulashtirib ekanman. Shu vaqtda muallimlarga biletdik emasmi boldini. Şu Skype'da şu vaqtda 92 bola Skype'da o'qigan. Ama hozirgi statistik qilib hozirgacha shu bizningki Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining ta'lim tarbiya xizmatlarida dars o'qigan bolalarningki umumiy sonini da taxminan hisoblab baksam 1000dan ortiqdanda. 1000dan ortiq bola Türk, Uyg'ur va arab bolalar bo'lib, Türk, arablar ozda hamda bemezgil davom qildi. Şu sani hamda 1000dan ortiq bola toplam yani sani şu ders aptı çıkılıp az olsun, cık olsun, bazıları toxtab kalıp, bazıları devam kılıp diyendek olsun. Xili cık adamga inşallah elhamdülillah müşahede bir ders Uygurca meyli Kur'an savadı olsun meyli şu Uygur tuz aldırış, bizim Şarkı Türkistan diyen nersini gütüş olsun. Bu hem de bir kelganlarning hammasiga deydi o'qandi, mayli Türk olsun, Arab olsun, Uyg'ur olsun. Xili jiq sondagi odamlar ta'lim tarbiya optimda. Bu xizmat ta'lim tarbiya jarayonidan bularmi shu 2013'da rasmiy markaz kira olinib xizmat qilingan vaqtida bu vaqtda rasmiy jiddiy bir 2-3 yillik bolalar yotqizib qo'pab shanba kuni 3 kun yetib qo'pab degandek raus bir intizomliq dars bo'ldi. Endi shu vaqtdagi shu yetib qolgan bolalarni hozir qarasak shu oldi millatimizning bu davosiga o'rtaga chiqqanlar bo'ldi. Hammasi chiqolmagan bo'lsa-mu, lekin uni ba'zilar chiqqan bo'ldi. Ba'zilar o'zining turmushi bilan, oilasining o'zining ishi bilan bo'ldi. Ularni ya'ni ko'plariningki
o'ziniki milliy kimlik bilan, o'zini diniy kimlik bilan yashaganligini ko'ryapmiz. To'g'ri. Demak, bu yerda hozirgi bu sharoitda hozir Alloh razı olsun qarindoshlarimiz Skype orqali, tor orqali hozirmi 70-80 bolaga dars muhim o'rgatyapti. Endi Gollandiyada nurg'un vatandoshlarimiz bor. Ama imkoniyati, sharoiti yer bermaydi bu yerga kelishga. Bular hozirgi korona bu kasal sababidan bir yerga kirmayapmiz. Ama shundadimi tor orqali bu darsni qilish imkoniyatimiz bor endi. Xo'sh. Buni hattoki shu kasal yo'q vaqtidami biz 2011 yildami shu Skype orqali qilgandim. Chunki bu yerga kirish imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun. Hozir bu bu yerga kirish imkoniyatimiz yo'q. Ham bo'lgan taqdirdami nurg'un Gollandiyadagi uzoqda yashayotgan, boshqa shaharda yashayotgan, kunda haftada ekitish imkoniyati bo'lmaganlar yana bu Skype orqali, tor orqali bu darslardan, bu texnikadan foydalanib darsga qatishi bak muhim. Uning uchun bolalarning tarbiyalanishi, o'zining kimlik bilan, o'zining diniy kimlik bilan yashashning muhimligi to'g'risida bir ishkamiz gapiramiz. Endi bu yerda biz hammamiz bilamiz, bu Yevropaga kelgandan keyin zaten o'zimizning vatanimizdami bu bolalarni tarbiyalash va bolalarga diniy va milliy kimlikni singdirish bir ota-onaning bosh tortib olmaydigan cho'ng bir majburiyati. Hammamiz bilamiz buni. Uning ustiga biz endi Xitoyning zulmidan qochib kelib, miyak kelib, Yevropaga kelib, endi bolalarimizni bir til, milliy va diniy kimligini yügetmey, qo'yib qo'ysak, bolalar 18 yosh chiydimi, undan keyin biz uni bolalarning o'rganish vaqtimiz bo'lmaydi. Ügütüş vaktimiz olmaydı. O vaxtda bir ağır bir ziyan buludu. Çünkü dinimizden çeklengen, çünkü biz bir yerde balalarını biz ekegiliyken de. Balaları yaxşı ütüp koysak, yüzüğü günüdü. Ama biz ütüşke resmi kuch vermesek, balalar şu deydi, dadam bir şey ekip taşlap koyuptiken, yani ben kemmiyem bir yerde. Muş dünyada mı deydi? Kıyamet günü mü deydi? Bunun sorak çimikili dese, şu atan olan mişege ekkelgen, birinci atanı buluş bilen bir mesuliyetimiz var. İkinciden balalarını ailemizine söyleyip Avrupa'ya ekilip yerleştirip koygan bir sebep var bir yerde. Dünyalık cihette biraz yaxşı yaşaydı diyen bilen ahiretlik ve bugünkü milli burcumuzun aldıda yüzükilemezlik diyen narsa aldığımızda bir künep turdu eğer biz dikkat kılmasak. Onun için hazır minin deydiğini bizimki Avrupa Şarkı Marif Cemiyeti'ninki xilma-xil hizmetler var. Yani ben pakatlam bir yerde bu nişan pakatlam bir balı okutup bu Marif Cemiyeti'ninki balalarını okutuplam koyuş emas. Ondan başka nurgun başka hizmetlerimi kılınatıdı. Biz bundan tartıp bizimki nişanımız hizmetlerini bölümge ayrışıdı. Yani bölüm kılıp kısımga ağrıp şu Avrupa Şarkı Türkistan Marif Cemiyeti'ninki küllüge aslında bir nemege ayrıştı yani tertip siliş niyetimiz vardı. 2018'den keyin biraz bu xil işler uyg'unlangan bo'ldi, amaliylashgan bo'ldi. Shuningdek ta'lim tarbiya bölümü yakında şu resmi mektep şeklinde bir isim bilen o'ttirga chiqdi. Bu ismi Gollandiya Uyg'ur Ana til Mektebi degan ismda davomlashyapti. Hozir endi bu shu siz degandek xabarlar var. Bu bolalar yaxshi shaklda sistemlik shu resmi kasbiy muallimlar
ne uğurlaştırıp bir 9 tane muallim var. Bir 70-80'den artık ballı var. Bu ballağa Skype arkalık veya internetin vasıtaları bilen nayet yaxşı şekilde her haftada bir gün bir 2 saat olsun ders nayet yaxşı buluvatıdı. Bu bizden bu Gollandiyadaki bulup mu Avrupa'daki ve Gollandiyadaki qarindoshlarningki şu ballarning muş fırsatdan faydalanıp endi bo'lmasa bu xizmat ham yo'qda deydigan gap. Ham bor bo'lgandan keyin buningdan vazifa texama abiyatanqa ikki turlik vazifa, ikki turlik mas'uliyatning ustiga endi hujjatun alayka aw laka aw alayka deydigan bir gap bor. Seninki ya bu imkoniyatlar, bu maktab, bu shart sharoit bizningki manfaatimizga hujjat bo'ladi agar uni biz qo'llansak, undan foydalansak. Agar uni qo'llanmay bo'sh fursatni foydalanmasak, u vaqtda hujjat bo'ladi qiyomat kunisi. Alloh taolo deydiki, aşağıda bir Türk'ün adamlar cemiyet kurup, mektep kurup, senin ballarını okutup, hatta üyengitini tatıp, aşı internette dersin üyendin boz, ben şunda yol verip, şunda çıraylık dese, sen balanı okutmagan ten, o yok olsa o makul. Seninki hatta hem de hazır ekilip apreş diyen nesimi kalmadı değil mi? Öyünün içi de bir adam laptopunu içi kuyap, balan belki de oturayım. Dep bir ta'lim-tarbiya bölümü kısmının nimesiga mas'uliga telefon qilib, "Men balamni o'qitib beraman" desalar, hozir bekorlik, opamaydi, ekelmaydi. Uyda ham o'qitadi. Ashunama endi qilmay qolib qolsak, bu vaqtida biz ustimizga tushganimizni qildik. Yevropa Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyati qo'ldan kelgandan hammani qildi, shart-sharoitni hozirladi. Endi qolgani bizning shu vatandoshlarımızga qoldi endi. Siz degandek hamda Peygamberimizninki hadisda shuna bo'lgan bu. Balla bu dunyoga tug'ilgan vaqtda shu fitrat ustiga, sog'lom islom ustiga tug'iladi. Albatta. Endi buni shu ota-onasi nima qilsa ota-onasi qiladi. Shu sog'lom, haqiqiy to'g'ri tuzgan inson qilsa shu ota-ona qiladi. Yoki yo'ldan chiqqan, xato yo'lga ketadigan bir ballab chiqsa shu ota-ona qilgan bo'ladi. Çünkü ota-onaniki mas'uliyati bo'ladi. Endi kichik vaqtida silingan bilim, kichik vaqtida yana aytib bu suzuk bir saf vaqtida silingan bu ilm ma'lum vaqtgacha uni darhol bir natijasi ko'rilmasa ham uzun muddatli vaqtda u cho'qim bekini teshib chiqadi. Cho'ng bo'lgandan bosh teshib chiqadi. Çünkü kichik vaqt silingan u bilim degan cho'ng vaqtda mana shu plan vaqtda o'rgangan tanda bekini chiqadi. Onun uchun bu bularni biz zada ahvolimiz xatarli bir ahvolda. Vatanimizda xalqimiz cho'ng kichik demay u yerda yo'qolish girdobiga kelayotgan bir vaqtda biz chet elda yashayotganlar imkoniyatimiz bor turib, imkoniyatimiz hozirlangan turib, o'zimizning balvoqlarini bu milletimizning izbosari bo'lib bu yerda kimligini, diniy kimlik, milliy kimligini bu vatanimiz Sharq Turkistonga davosiga ega chiqadigan bir avlodlarni yetildiramasak, vaqtida biz bu milletimizga haqiqatan xiyonat qilgan bo'lamiz. Chunki vatanda oyat ketyapsa, biz bu yerda bolalarimizni tashlab qo'ysak, yani biz birinci avlod zaten biz mümkün emas. Biz ketaylik ham ketamaymiz. Çünkü biz şu an tug'ildik, şu an cho'ng oldik, bu yerga keldik. Ama bizning avlodlarimiz u vatanni ko'midi, u millatni ko'midi. Faqatlan bizning og'zimizdagi gap bilan tarbiyalanib cho'ng oldi. Ama buningda biz nayt qattiq kuch vermasak, bolalarımizdan keyin ketib qoladi. O vaqtida tariximiz qarasak, bizning vatan davoyimizmi shu yeni avlod, yenicha yapmangan vatandan kelganlar. Bu yerda chet elda tug'ilib cho'ng olganlar yo'qolib ketgan.
vatandan kelganlar yana shu davoni davomlashtirib mangan. Yani qarasak izbes mangan yo'q, yangidan boshladiq. Yani nimishqa? Chunki biz avlodlarimizda burundan tartib bu davoga hozir tarbiyalamaganligimizdan kelib chiqqan natijasi hamda. Uning uchun hakikaten balvoqlarimizniki bu davoga ega chiqdik, holatda yetildirishimiz nihoyatda mumkin. Uning uchun bu yangi suhbatimizda shu bir shu 10 yil ichida ta'lim tarbiya to'g'risida nima ishlar qanday boshlandi, nega bordi, nima ishlarni qildik, shu buni bir eslab o'taylik degan shaklda shu bu suhbatni nima qildik. Inshaalloh balkim oldimizdagi vaqtda yani bu hozirgi bu sizlar deb o'tgan biz har xil jamiyatimizda har xil guruhlar qurildi. Yani shu guruhning qatorida ta'lim tarbiya guruhi, yani Gollandiya Uyg'ur ana til maktabi bu guruh qurib hozir yaxshi bo'ladi. Inshaalloh balkim bu hozirgi sistemning tafsilot to'g'risida balkim inshaalloh yaxshi bir suhbatni olib kelamiz. Buning uchun alohida qarindoshimiz Yusufjonga yaxshi xizmatni qilyotdi, ko'p atrofdagi muallim bilan hamkorlashib yaxshi bir natijalar bo'lyapti. Qarindoshlarimiz Allah razı olsun. Bu jarayonda agar yana sizniki qattigan bir gap bo'lib qolsa, qatlagan agar boshqa qattigan gap bo'lmasa, bugungi suhbatimiz bishadi. Asosan demakchi bo'lgan gaplarni deyishdik. Bugunchi shunchalik bo'lsa, ko'rilman qarindoshlarni Allohga topshirdim. Yani kurashchilik inşallah. Aman bo'lgaysizlar inşallah. Unda bo'lsa, bütün barliq qarindoshlarga bizni ko'rganligiga salomimizni yetkazamiz. Yana bir qatim kurashchilik Allohga